Sotuvga hadeb BMW M4 qo'yavermasdan BMW ni boshqa modellarini ham qo'yiladiganlar uchun bugun sotuvda BMW ni M3 Competition modeli. Mashinani yili 2023, probegi keladigan bo'lsa 25000 km masofani bosib o'tgan. Bunga Ramon Performance tarafdan titanoviy downpipe vyxloplari qo'yilgan. Ovozi juda ham baland. Buni eng qiziq joyi uni salonida, chunki saloniga Tiffany koja va Tiffany Alcantara qilingan va juda ham ko'p karbon elementlarini ko'rsak bo'ladi. Hattoki o'rniqlar ham karbondan. Mashinani saloniga o'zingizlar bitta alohida baho berib ketinglar. Bunda 3 litrli twin turbo dvigateli turibdi. Bunga Ramon Performance tarafdan stage 2 qilingan va hozir bunda 700 tot kuchi bor. Mashinaning ustiga matviy broneplyonka qilgan. Kim agar bu mashinani oladigan bo'lsa, rasxod qilmasdan shunchaki olib haydaydi. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, $125,000. Agar bu mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, pastda egalarning raqamini qoldirdim. Aloqaga chiqib bu mashinani olsanglar bo'ladi.